Bemor ro'molini yechdi, ko'rib hayron qoldik. Quloq sohasida hasharot lichinkasi o'rmalab yuribdi, ya'ni quloqda qurt bosib ketdi. Bundan 2 yil oldin yoshi 75-80 yoshlardagi ayol kishini qabulimizga olib kelishdi. Bemorimiz bir necha yil davomida qarovsiz qolib ketgan, ya'ni farzandlari chet elda bo'lgan, ish bilan, o'qish bilan va kelib shu holatni ko'rib bizga murojaat qilgan. Xonaga bemor kirdi, kresloga o'tkazdik, boshidagi ro'molni yechganda hayron bo'lib qotib qoldik. Quloq sohasida taxminan 10% gina quloqni haligi ziray iladigan joyi qolgan qismi yemirilib ketgan terilar va u yerda hasharot lichinkasi o'rmalab yurardi, ya'ni qurt bosib ketgan holat quloqda. Bemorga holatni tushuntirdik, boshqa doktorlarni yordamga chaqirdik, maslahat oldik va bemor bir nechta ko'rikdan keyin shu qabulga kelmay qo'ydi. Shundan keyin bilmadik bu holat nima bilan tugadi, yara yaxshilandimi yoki kuchaydimi, bundan xabarimiz yo'q. Mana shu yaqin kunlarda bo'lgan bir qiziq ham achinarli holatdan bittasi.